Boshida Bunyodkorda boshlaganman. Chegadayev Sergeyda. 2002da polnoshu birga katta bo'lib, keyin 2003ga o'tib, o'tdan dublga olishmagan Bunyodkorda. 7 yoshimda akademiyada bo'lganman Bunyodkorda. Akademiyasiga kelgansiz. 16 yoshimgacha o'ynaganman. 16 yoshdan keyin dublga olishmagandan keyin Belarusga ketganman. Belarusda shu agentda chiqishgan adam bilan gaplashib, shu ketkizishgan shaxta. Amirbek Bakayev bilan birga o'sha yerda polni birga yurdik. 16 yoshda bordik. 16 yoshda komandaga olishdi bizani ikkalamizni. Meni zaifga qilish olmadik 18 to'lmaganim uchun. O'tda 1 yil просто тренировка qilib yurdim. O'yinlar вообще tovarskiy o'yin hech narsa bo'lmadi. Faqat trенировка bo'ldim. Orada bir travma bo'ldim. Perlon bo'lib qoldi oyog'im gipsda. Uni ham 2 oycha o'ynamasam, yana o'sha trенировкаga qo'shilib 18 to'lishim bilan zaifga qilib sразу o'yinga qo'yib yuborishgan. Ishondim, chunki maqsadim bor edi. Rossiya, Turkiya, O'zbekiston bu yoqda o'ynamasam sразу top 5 da o'ynash maqsadim bor edi. Qanchalik ishonch bu? Chunki o'zbek futbolchilari darhol masalan top 5 ga o'tish juda ham qiyin masala. Men oxirigacha ishondim. Boshida Rossiyadan kelishdi, Turkiyadan kelishdi. Takansa kutdik, oxiri lanch chiqdi. Kutgandek chiqdi. 20 Haydarov boshchiligida. U esda qolarli bo'ldi. Hammasi вообще gap kelmaydi. Yansizmi? Oldin ham Bunyodkorda o'ynaganman. Bunyodkor Paxtakor yoki boshqa komandalar bilan bo'lib qarama-qarshi jang ketardi. Keyin birga o'rtoq bo'lib, yaxshi bo'lib. Shans qildi. Muxlislar Shuncha muxlis ishonchini oqladi. Finalda eng zo'r final prezidentimiz o'zlari kelib. Odamlar qachon tanishishni boshladi sizni? Mana shu bahs o'tgandan keyin. Bahs o'tganingizdan keyin rasmlarga tushib. Xo'p, intervyularda boshida intervyu olgandim. Sizda masalan yozma intervyu. Ha, esimda energetikda. Energetik paytda yulduzli kasalga uchramaysizmi desam, adam borlar, adamlar ko'rmaydigan. Aynan Hikmat aka Hoshimovni faoliyatingizda o'rni qanaqa, qanchalik? Ota sifatida emas, endi murabbiy deylik. Ular tasavvur qilolmayman. Yo'l yo'riqlari va Hammasini xatolar, to'g'ri ishlar, xatolar hammasini o'zlari o'rgatib turadilar. Eng ko'pchilik Hikmat aka Hoshimov himoyachi bo'lgani uchun Abduqodir ham ota izidan borib himoyachi bo'lgan deb aytishadi. Eshitishimga qaraganda boshqa pozitsiyalarda ham o'ynagansiz. Boshida bilashib boshlaganman. Keyin Golni urardingiz. urardim. Keyin Keyin opolniy tushgan